Videoyim prosmotr juda ham ko'p bo'lishini xohlayman. Bu videoyim juda ham ko'p odam ko'rishini xohlayman. Chunki bu video o'zim uchun emas, bitta 5 yoshli bemor qizcha uchun. Bu qizcha ahvolini ko'ringlar o'rtoqlar. 5 yosh miyasidan suv oldirgan, juda ham ahvoli og'ir. 5 yoshli qizchaga o'xshamaydi, qaranglar. Hattoki 1 yoshga ham to'lmagan go'dak kichkina chaqaloqchaga o'xshaydi. Chunki mazasi yo'q. Bilasizlar, odam mazasi yo'q bo'lib qolsa qanaqa kasallik ezib tashlaydi. O'zimiz bitta qattiq og'risa, vez tashab, sразу yotib qoladigan bo'lsak, vez tashab yomon bo'lib qolamiz, o'rtoqlar. Bu qizchani qaranglar. Har 2 oyda bu qizchaning licheniyasi uchun 15 milliondan 20 milliongacha pul ketyapti ekan, o'rtoqlar. Lekin sharoit bo'lmaganligi sababli licheniya qilish olmayapti ekan. Qizcha tinmay sudurga beryapti ekan, o'rtoqlar. Sudurga juda ham yomon narsa, bilasizlar. Buni o'zim ko'rib ichim g'alati bo'lib ketdi. Kim imkoni bo'lsa, pastda karta raqamlarini qoldiraman, telefon raqamlarini qoldiraman. O'zlari bilan bog'lansalaring bo'ladi. Qo'llaridan kelgancha shu karta raqamlariga meni ko'rib turgan odamlar pul tashlab bersalar ham bo'ladi. Shu qizcha uchun barcha harakat qilaylik, o'rtoqlar. Meni ko'rayotgan odam 5000 bo'lsa ham o'tkazib bering. Ahvoli juda ham og'ir. Yordamingiz tegsin. Shu qizchani hech bo'lmasa umri uzayishiga sababchi bo'linglar. Balkim kimdir oramizda chiqib qolar, oyoqqa turib ketishiga yordam beradigan odam chiqib qolar, lekin iltimos qilaman, bee'tibor qoldirmanglar. Shu qizchaga qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar. Bu videoni qancha odam ko'rsa, hammalaring qo'lingizdan kelgancha imkoninglar boricha 2000 mi, 3000 mi, 5000 mi, 10000 mi iltimos qilib so'rayman, o'rtoqlar. Pastda karta raqamlarini qoldiraman opisaniyada.